Yılının beşida savaplık iş qilsa, yılının ahirgisi savap tapıdı degan udumga bek rioya qilgan. Şu münasebet bilan Şinjanning her joylaridan qalam ahlining vakillarini taklif qilib bu No'ruz bazmisini uyushtiribdi. Buning uchun ko'p tashakkur. Alloh rahmat qilg'ay. Cemaatga mening bir murojaatim bor. Asli ikki murojaatni, bir murojaat bir 2 kundan keyin Şinjan gazetida e'lon qilindi. Bizning No'ruz bu yeni yıl bayramı. Yani dünyada her qaysi milletlerinin her xil bayramları var, her xil yeni yılları var. Ama o bayramların tolusu yeni yılı din bilen münasebetlik, dini akide bilen. Bizning No'ruz olsa kadimki ağullarımız, yani ecdatlarımız köşmençi çarvıçılık hayatı yaşayan vaxtida, onundan keyin dehqonchilikqa o'tgan vaqtida coğrafiyalik zona ve astronomiyalik hodisalarni, tabiat qonuniyatini mo'lchallab turib, No'ruz vaqtini tayinlagan. Yani kış aylarından o't o'tib, yaz aylarında hamel kirish vaqtiga, yani kun bilan tun tanlashgan chaqqa bu yozg'i turum deydi arabcha e'tidol. Mana shuni to'g'rilab 3-oyning 21-dan 22-si o'ta mezgil bu yangi yil o'rilgan vaqt deb kun tug'di deb at qo'ygan. Navro'zni 10-asrdan keyin Parisliklardan qabul qilgan. Bu meningcha hech qanday diniy aqida bilan munosabati yo'q. Mayli Yahudilarning yangi yili olsun. O Musa payg'ambar Yahudilarni Misrdan sargardonlikdan ko'chirib kelgan vaqtidan boshlaydi. Nisoralar Aysa payg'ambarning mavludidan boshlaydi, shuni milodiy yili deydi. Undan keyin İslam kabulidan keyin hicret yilini kabul kıldık. Bu Hazreti Muhammed Peygamber Mekke'den Medine'ye köşken vakti hesaplangan. Bizning No'ruz hiç qanday dini akide bilen münasebeti yok. Uçakta ben bay degandek tabiat hadiseleri, yılının müçel sani, coğrafiyalik zonu bo'yicha mo'lchallab shu yil vaqtni belgilagan. Yani coğrafiyalik zonu jihatdan Sharqiy yerim sharning illiq belvaqda yashaydigan millatlar, jumladan Turkiy qabilalar ve Parislik millatlardan bo'lib 30 millat Navro'zni yangi yil qiladi. Ondan bizning bu No'ruz ishlab chiqarish bayrami. Şunun için bizning konular hut katman sepini tut, hamel kirdi, amel kirdi deydi. Bu dehqonchilikning boshlanganligidan derak berdi. Ondan martda bütün malvaran bulup bu qo'y kala to'llaydigan vaqt. Yani mart ayida. Çünkü tabiat yashirdi. Kökleydi, kökçöp çıkıdı. Muşu kanuniyetini bizden ağıllarımız pemlep, öz zamanısı da yaz, kıştep iki peslige, onundakin asman hadisleri boyunca aynı eyliklap çıkan andakin heptilerini. Şunun için bizden halkımız bu No'ruzni yeni yıl bayramı kılıp kelip atıdı. Bu aslında biz kichik vaqtida Qabaqko'y deydigan bu soğuk qo'llashning bir alomati edi. 38 yili Jallat Shinsay bu No'ruz o'tkazishni cheklab o'tgan. Shuningdan keyin bu No'ruz qilinmadi. Partiyamiz
islohot va ishni echib etish siyosatiga yo'l qo'ygandan keyin xalq qolitidan qad ko'tarib 78-yildan boshlab Navro'zni aslidi. Shundan buyon Navro'z televiziya ekranlariga chiqdi, restoranlarga kirdi, mahallalarda o'tkazdi. Oldingi yili butun Shinjongda 17 hayda Navro'z o'tkazgan. Shuning uchun bu Navro'z faqat da jamoat o'rtasida asli keldi, ammo hukumat apparatlari tarafidan rasmiy bayramda bekitilgan yo'q. Mening murojaatim shu so'ringa yig'ilgan jamoat mumkin bo'lsa Abdurolli Xalq qurultiyining dami komitetiga va siyosiy kengashning Abdurolli komitetiga bir murojaat sunishini iltimos qilaman. Hammalariga rahmat.